Assalomu alaykum. Men bugun tibbiyot markaziy ko'rigiga keluvdim. Ko'zim xiraligidan kelgan edim. Ko'zim yaxshi ko'ra olmasdim. Ko'zim xira edi. 8% ko'rar ekanman. Tekshirib ko'rishdi. Ulug'bek aka bilan Azizbek o'g'limni qabuliga kelgan edim. Operatsiya yaxshi o'tdi. Hozir Xudoga shukr 30% ko'ryapman. Operatsiyadan keyin birinchi kunim. Xudoga shukr yaxshiman. Operatsiyalar yaxshi o'tdi. Doktorlarimga katta minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammaligiga. Hamshiralar ham biram yaxshi. So'zlari, gaplari, muomalalari juda ham yaxshi. Yer ochgan katta odamlarga, katta doktorlarimizga rahmat deyman. Hammaga ham shunaqa yaxshi ko'rishsin. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar sizlarda ham ko'zinglarda muammolar bo'lsa, mana shu yerga kelsanglar, muammoinglar hal bo'ladi. Tavsiya qilaman.